Real Madrid afsonasi Vinicius Juniorning kichkina o'g'li Lamin Yamalning aqlli bir gapi bor edi. Ya'ni, agar Barselona darvozasini mana shunday mustahkam darvozalardan qilganida edi, bunchalik ko'p gol o'tkazib yubormas edik degan edi. Assalomu alaykum. Mr. Somiddin TV kanaliga va mustahkam darvozalarga xush kelibsiz. Agar malol kelmasa, mustahkam darvozalardan va bizdan bir donadan like, 3 donadan komment aylansin, o'rgilsin. Mabodo darvozani o'rnatilgandan keyin ko'chadan turib, kinchabi desangiz orqasidagi uy egasi umuman eshitmaydi. Chunki buni ichiga haqiqiy pena va avtomobilning shumkasi o'rnatib yopishtirilgan. Mana bu liftlar ham ikkili avtomobil shumkasi, qurilishlarda ham uncha-muncha odam ishlatmaydigan mana shu penapleksni shunchaki darvozaning orasiga tiqib yuborishadi. Hozirgi kunda darvozalarimizni qo'shni mamlakatlarga, ya'ni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va shunga o'xshash jami 6 ta respublikaga birdek jo'natib turilibdi. Salomat bo'ling. Tashqarisiga ham, orqasiga ham bir xil sifatdagi mahsulotlar ishlatilgan. Xullas, quyidagi raqamlarga va mustahkam darvozalarga aloqaga chiqing. Dunyo bo'ylab va Amerika yarim orollari bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Salomat bo'ling.